Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 17-avgust. Sanasi 8dan 7 ga o'tdi. Aziz do'stlar, Shvetsiyada Trelleborg portida mana hozir Norvegiyadan yetib keldik. -3 gradus temperaturada холодильный refga baliq ortganmiz. Italiyaga qarab ketyapmiz. Mana Shvetsiyaning Trelleborg porti. Shvetsiyaning uylarini qaraysiz. Katta port mana. Trelleborgdan Rostokka, Germaniyaga qarab suzamiz. 6 soatni 6,5 soat suzaygan. Mashina kiryapti o'z asida. Kirib bo'ldi hammasi. Ozroq bilan qoldi. Yana bir 20 minutdan keyin asubsa inshaalloh yuramiz. Kechasi bilan mashinani haydab keldik. Başta 600 kilometr joydan. Mana ulgurmagan mashinalar kelyapti, mana asta kiryapti mana. Hali vaqt bor. Titiline mana parom ya, Titiline kорабль. Mana. Zankam Titiline. Grand Ship. Bu havo şu salqin. Bu yerda 15 graduslar bor issiq. 15-17 graduslar. Mana aziz do'stlar, paromning eng yuqori qismiga chiqqanmiz mana. 11-etajga. Dahshat. Ana pritseplar turibdi. Ularni ham ortib paraxodga jo'natadi. Mana paraxodning old qismi, tumshug'i. Ana shu oldidan kirib keldik. Ana shudan mashina kelyapti. Shuna kirib, biz ham shuna o'tib shu oldidan kirib ketdik ichkari. Mashinani qo'ydik. Mana bu furalar chiqib ketyapti aqrab. Bular mana shu kelganda. Mana shu paromga kelgan. Ana chiqib ketyapti. Mana tushib, chiqib, shunday borib aylanib tashqariga chiqib ketadi endi. Katta trassasiga chiqib ketadi. Ukazatillar qilib qo'yibdi. Chiqib ketadi.